5000 so'mdan sotiladigan kolbasa mahsulotimiz bugundan savdoga chiqadi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda kolbasalar 5000 so'mdan savdoga qo'yilgani aks etgan videolar tarqaldi. Unda mahsulotlar muzlatgichlarda emas, ochiq havoda sotilayotganini ko'rish mumkin. Qolaversa, kolbasaning tarkibi, yaroqlilik muddati, kim tomonidan qachon ishlab chiqarilgani ko'rsatilmagan. Faqat sotuvchi hammasi 15-may, bugungi, har kuni chiqadi deya odamlarni ishontirishga uringan. Hammasi 15-may bugungi kunli chiqadi, svezi 5000 so'mdan. Kamera qanaqa yetkazib beryapti bilmadim, lekin uncha kolbasani ortda qoldiradi. Shunga qaramay, kolbasa olayotganlar kam emas. Talab yaxshi bo'lganigami, savdogar bunday kolbasalardan kuniga 1000 tadan yetkazilishini, kilolab sotiladigani tugaganini aytgan. Zamonuz holatga aniqlik kiritish uchun Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining Toshkent shahar boshqarmasi bilan bog'landi. Axborot xizmatiga ko'ra, mazkur kolbasalar qanday go'shtdan tayyorlangani noma'lum, saqlash sharoiti va boshqa ma'lumotlar unda aks etmagan. Mahsulot 6 gradusdan yuqori bo'lmagan haroratda muzlatgichda saqlanishi kerak, lekin amalda bu talab buzilib, ko'chada qoplarda sotilgan. Shular tufayli ular iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Uni iste'mol qilish esa inson salomatligiga xavf bo'lishi mumkin. Qo'shimcha qilinishicha, mart-aprel oylarida 5000 so'mlik kolbasalarga reyd uyushtirilgan. O'shanda xuddi shu sotuvchi ularni mijoz yig'ib olish uchun 10000 so'mdan sotayotganini bildirgan. Shundan keyin 300 kilogramlik kolbasalar yo'q qilingan. Sotuvchiga esa ogohlantirish berilib, jarima qo'llanilgan. U reyddan keyin tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib oldi. Hozir bizda hamma nazorat organlarida tadbirkorlik subyektlariga to'g'ridan-to'g'ri kirib borish, tekshirish imkoniyati yo'q. Shu tufayli kolbasalar sifatini tekshirishga ruxsat olish uchun biznes ombudsmanga so'rov yuborganmiz, deyiladi boshqarma axborotida. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Nega SES xodimlari reydga chiqilgan kuni iste'molga yaroqsiz kolbasalardan namuna olib tekshirmadi? Shartli xaridor bo'lib, uning sifatiga qiziqmadim. E'tibor bering, ayni kunlarda 1 kilogramm mol go'shti bozorlarda 100 mingdan 150 minggacha, tovuq go'shti esa 39-40 ming oralig'ida sotilyapti. Shunday ekan, 5000 so'mlik kolbasa tarkibi yoki sifati shubha ostida qoladi. Aslini olganda kolbasalarni yarim narxida sotish holatlari muntazam ravishda uchrab turadi. Odatda bunday kolbasalar dehqon bozorlarida, yashiklarda, oftob ostida mijozini kutayotgan bo'ladi. Hozircha bizda shular. Salomat bo'ling.